agar Allohdan so'rasangiz Firdavsni so'rang. Jannatning eng yuqori maqom, yuqori martabasini so'rang deb payg'ambar alayhissalatu vassalom bizlarga ko'rsatma berib, bizlarga mujda beryaptilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom yo'llaridan yurib, u kishining o'gitlariga amal qilib, agar Firdavsni so'rasak, jannatdagi yuqori maqomni so'rasak, olimlar aytadilarki, banda ikkita narsani so'ragan bo'ladi. Birinchisi, jannatdagi oliy maqomni so'ragan bo'ladi. Ikkinchisi esa Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomga qo'shni bo'lishni, u zotga hamroh bo'lishni so'ragan bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhissalatu vassalom Firdavsul a'loda. Ya Rob, bizlarga Firdavsni nasib et desak, bu bilan jannatni nasib etgin, jannatning oliy maqomini nasib etgin, o'z navbatida Payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan hamrohlikni, yo'ldoshlikni nasib etgin deb so'ragan bo'lamiz. Jannatda ma la aynun ra'at va la uzunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar. Hazrat Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, hatto mu'min qalbida tasavvur qilishga imkoni bo'lmagan ne'matlar bor. U ne'matlarni Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo u ne'matlardan hammamizni bahramand qilsin.